Yunusobod 15-kvartalda 3 xona uyimiz chiqdi, 100 kvadrat. Hop, narxiga kelsa 125 ming so'rashyapti. Bu Novostroyka domimiz ekan. Bu shunday kristalli orqasida joylashgan joyi juda zo'r. Hop, keling, mana obzorni boshlaymiz. Mana kuxnyamiz bu hisoblanadi bu yoq. Juda chiroyli qilib qo'yishibdi, didi bilan qilishibdi kuxnyani. Keling, yoqadi menimcha, kelar ekan. Va keling bu yoqda spalning o'ng qo'limizda shunday hisoblanadi. Xonalar razdelli ekan, hamma xonasiga koridor orqali kirar ekanmiz. Ko'rsating spalnini. Xohlasangiz mebellari bilan mebellarini o'zingiz keyin gaplashasiz. Narxi to'g'ri kelsa beraveradilar. O'ng qo'limizda tualet hisoblanadi. Mana bu o'timizda vanna hisoblanadi. Yana keling bu yoqda detkiyimiz. Detkiyimizni ham chiroyli qilib qo'yishibdi, stroynilar qo'yib, stenkalar qo'yib. Juda chiroyli qilib qo'yishibdi. Konteynerlar ham qo'yib qo'yishibdi. Mebellarga kelishsanglar qoldirar ekanlar uyda. Narxini kelishsanglar. Mana bu yog'imiz zal. Zalimiz ham juda keng, shinamgina, zo'r qilib qo'yishibdi. Menga yoqdi bu uyimizni. Hozir bunaqa keng uylarni topish juda qiyin. Shu uyimizni qiziqtirgan bo'lsa, narxi kelsa 125 ming so'rashyapti, startoviy. Qiziqqan bo'lsangiz, yurakchan qizartirib qo'ying, opsiya nomerni qoldiramiz.